har kuni dehqonni nomini biladigan darajada bir tabiatga kirib bo'lgan. Bilasizlar, turli xildagi o'rtoqlar, xudo xolasa 29-noyabr 2024-yil ko'rib turibsiz, O'zbekiston markazida xalqaro ko'rgazma bo'lib o'tyapti. Bilasizlar, Agrotexmaj va Agro Expo O'zbekiston 2024-yil xalqaro ko'rgazmasida juda ham ko'p yangiliklar bor. Narigi tomonda dronlar hali ko'rsatamiz va mana robotlar tushib, hamma joylarda lidar bilan, kameralar bilan qaysi korxona zo'rligini aniqlab beryapmiz. Xudo xolasa, mana hammaga korxonalar sizlarga salomlar. Albatta biz ko'rgazmaga tashrif buyurganmiz. O'zi ko'rgazmaga tashrif buyurish nimalar bor bu yerda to'g'ridan-to'g'ri live variantda sizlarga taqdim etamiz, xudo xolasa. Mana ichimdan bir necha yillardan beri O'zbekiston bozorida bor va har kuni dehqonni nomini biladigan darajada bir tabiatga kirib bo'lgan. Bilasizlar, turli xildagi mana shu traktor texnikalari bor. Qolaversa, bularni bu yerda shog'ola ekishga, shog'oladagi biznesni rivojlantirishga qo'llanilgan mana o'ziga xos juda ham bir g'ildiraklarga ega bo'lgan traktor ham bor. Buni olib tashlab boshqasiga o'tkazib bo'ladi.